Talabalar, yaqinroq keling. Siz uchun soqqali gap. Hademay o'qish boshlanadi. Siz esa to'lagan kontrakt pullaringizdan 12% ni qaytarib olishingiz mumkin. Masalan, 1 yilda 10 million so'm kontrakt to'lagan bo'lsangiz, 1 million 200 ming so'mni, 4 yilda 40 million so'm to'lagan bo'lsangiz, demak 4 million 800 ming so'mni bemalol qaytarib olishingiz mumkin. Nafaqat o'zingizni, balki 26 yoshga to'lmagan turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringizni ham. Buning uchun may.soliq.uz orqali shartnoma va to'lov hujjatlarini biriktirgan holda deklaratsiya yuborish mumkin. Deklaratsiyaga kontrakt shartnomasi, ta'lim krediti olinganda bank bilan tuzilgan shartnoma, ta'lim tashkiloti hisob raqamiga, shuningdek, ta'lim krediti qoplanganda tijorat banki hisob raqamiga mablag' mustaqil to'langanligini tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi. Hujjatlar topshirilgach, kamchiliklar yoki boshqa soliq turidan qarzdorlik bo'lmasa, belgilangan daromad solig'i summasi 15 kun ichida jismoniy shaxsning bank kartasiga qaytariladi. Eng muhimi, bu imtiyozdan faqat davlat emas, xususiy universitetda o'qiyotganlar ham foydalanishi mumkin. Ushbu videoni darhol talabalarga jo'natib qo'ying.